Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz bu tenglamani qanaqa qilib yechilishini. Bizga tenglama berilgan 2026x kub minus 2025x kvadrat plus 2025x minus 675 teng 0. Bizga ko'rinib turgan narsa bu 2025 675 ga bo'lsa bo'ladi. 2025 ni 675 ga bo'lsa bo'ladi. Shunda bo'lib olamiz. Tenglamani ikki tomonini ham 675 ga agar bo'lib olsak, har birini xatma-xat bo'lganimizda 2026x kub bo'lingan 675 bo'ladi. Minusdan agar bo'lib olsak 675 ga 3x kvadrat bo'ladi. Plus 3x minus 1 teng 0. Oxirgi uchalasiga qarasak, kubning formulasiga kelib turibdi, faqat bizga x kub yetishmay turibdi. Shuning uchun nima qilib olamiz? 2026x kub bo'lingan 675 minus x kub plus x kub yozib olaman. Agar shunaqa qilib yozib olsam, tenglamada hech narsa o'zgarmaydi. Minus x kub qildim. Bizga plus x kub kerakligi uchun yozib olamiz. Minus 3x kvadrat plus 3x minus 1 teng 0. Bunda x kub minus 3x kvadrat plus 3x minus 1 imiz bu bizga beradi x minus 1 ni kubini. Buni tenglamaning o'ng tomoniga o'tkazib olaman. Bu tomonni hisoblab qo'yaman. Общий makhraj bersam, umumiy makhraj bersam 675 bo'ladi. 2026 dan 675 ni ayirsam 1351 x kub bo'lingan 675 bu teng bo'ladi. U tomonga o'tib olsa 1 minus x ni kubi bo'ladi. Hozir tenglamani yechish uchun ikki tomondan kubinchi darajada ildizoq qo'ysak bo'ldi. Kubinchi darajada ildizoq qo'ysak, kubinchi darajada ildiz 1351 bo'lingan 675. X kubdan kubinchi darajada ildiz olsak, x ni o'zi qoladi. Bu tomonda 1 minus x qolyapti. X larni bir tomonga o'tkazib olamiz. Shunda x imiz teng bo'ladi 1 bo'lingan kubinchi ildiz ostida 1351 bo'lingan 675 qo'shilgan 1.